الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Parvardigorimiz yetkazilgan hatto Qur'onlarimizni avvalo o'qiguvchi o'g'il qizlarimiz, qori-qoriyalarimizdan dargohida qabul qilgin. Ularni esa kalomiga bo'lgan muhabbatlarini o'ziga ziyoda qilgin. Kelajakda bu kalomullohni ma'nolarini biladigan olim-olimalardan bo'lishligini nasib qilgin. Hammalarga ilmi hol, ilmi rabboniy, ilmi ladun ato qilgin. Duolarimizni ijobat qilgin. Yetkazilgan hatmi Qur'onlarni savoblaridan avvalo Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning muborak ruhlariga, barcha ashabi kirom, azvojul mutahharat onalarimiz, bu jannatul baqiyda yotgan barcha sahobiyalar, bu shuhado Uhud qabristonida yotgan barcha shahidu shuhadolarni ruhlariga yetkazgin. Yotgan joylarini jannat makon, jannat bog'lariga aylantirgin. Qabrlarni esa kalomulloh nurlari bilan munavvar aylab, ruhlarni o'zing bizlardan shod va masrur qilgin. Qiyomat kunida bizlarni ham u zotlar bilan birgalikda jannatda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida birga kirishlikni barchalarimizga nasib eylagin. Bu qilayotgan ziyoratlarimiz, ibodatlarimizni qabul qilgin. Mana ulug' zotlarni oldida turib duo qilyapmiz. Barchalarimizni duolarimizni ijobat, gunohlarimizni o'zing mag'firat qilib, mana 2 kun mobaynida aytgan salovat salomlarimizni Parvardigorim ham dunyo ham oxiratda bizga foydali amal bo'lishligini o'zing nasib eylagin. Kamchilik, g'aflatda o'tkazgan vaqtlarimiz bo'lsa o'zing kechirgin. Yana qayta kelib Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida salatu vassalamu alayka ya Rasululloh deb salovat va salomlar aytishlikni o'zing barchalarimizga nasib eylagin. Allohumma salli va sallim va barik alayhi ya arhamar rohimin.